3 donagina masalliqdan mazali desert tayyorlaymiz. Xohlasanglar kakao qo'shadigan bo'lsangiz yanada xushxo'rroq bo'ladi. Pechenyeni maydalashdan boshlaymiz. Pechenyeni maydalab olib qo'yib, ikkita bananimizni idishga solib, pyure holiga kelgunicha ezib olamiz. Ezilgan banan ustiga maydalangan pechenye solamiz. Men xohishga ko'ra 1 qoshiq kakao sovordim. Sizlar ham solsanglar bo'ladi. Shunaqa xamir holatiga kelguncha aralashtiramiz. Ko'rsatilgandek qilib dumaloq ko'rinishga keltirib olamiz. 20 daqiqaga muzlatgichga yuboramiz. Shokoladni eritib, o'simlik yog'i aralashtirib, ganash tayyorlab olamiz va biroz qotgan sharikchalarimizni botirib olamiz. Ishlar akkuratli bo'lishini xohlasanglar, shipashkadan foydalaninglar. Shokoladga belangan koptokchalarni 5 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. Yosh bolalar ham yesa bo'ladigan antiqa desertimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Uyg'urcha manti tugilishiga ahamiyat bering va yaxshilab o'rganib olishingiz uchun sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Dam olish kuni hamma uyda ushbu uyg'urcha sho'rvali mantidan tayyorlab bermaymizmi? Muzdek suv, tuxum, tuz solib qattiqni xamir qoramiz. Xamiri zo'r bo'lishi uchun admiral unini oliy navlisidan foydalandim. Xamir tinib olguncha qiymasini tayyorlaymiz. Manti sochni bo'lishi uchun hech qanaqa suv solmaymiz. Piyoz, mol go'shti hamda qo'yni ichki yog'idan to'g'rab solamiz. Manti pishayotganda yog'i 100% erib ketadi. Qiymasiga xohishga ko'ra tuz, zira, murch soldim. Singan xamirimizdan zuvalalarni yasab, unlab yoyib, unini qoqib tugib olamiz. Tugishdan oldin qiymani dum-dumaloq qilsanglar, mantini oson bukib olasizlar. Birinchi marta tugayotganlar uchun shunaqa to'xtab tushuntirishga harakat qildim. Birinchi, ikkinchisini sekin tugsanglar ham, uchinchisidan qo'linglar kelishib ketadi. Mandan ham tez tugib olasizlar. Listga terishdan oldin har birini yoqqa botirib olamiz. 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Manti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Lansay yoki fonchoza salati retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Ishni to'g'ralgan go'shtni marinovka qilishdan boshlaymiz. Soya shtrix kodi 6 bo'lsa, originali bo'ladi. Chesnok, tuz solib aralashtirib, yarim soatga olib qo'yamiz. Sizda sabzi uchun qirg'ich bo'lmasa, qo'lingizda maydalab to'g'rab oling. Tovaga hidsiz, mazali yarko yog'laridan solamiz. Yarim soat marinovkada turgan go'shtimizni olib qovurib, ustidan piyozni to'g'rab solamiz. Yarim piyola suv quyib, 20 daqiqa dimlab olamiz. Salat chiroyli ko'rinishi uchun hamma mahsulotlarni bir xil ko'rinishda to'g'rab olgan yaxshi. Idishga qaynagan suv solib, fonchozamizni 8 daqiqaga bo'ktirib qo'yamiz, usti yopilgan bo'lsin. Tayyor bo'lgan go'shtimizga kashni cho'rig'i, paprika, chesnokni solib qovurib, sabzimizni solib 1-2 daqiqa qovurib olamiz. Bolgarskiy hamda tuz solib qovurishda davom etamiz. Tayyor bo'lgach, bodring hamda ko'katlarni solib 1-2 aylantiramiz. Fonchozani yeyishga qulay bo'lishi uchun o'rtasidan kesib oldim. Uksus hamda soyani aralashtirib, fonchoza ustidan solib aralashtiramiz. Eng nozik jihati ham shunda. Go'shtli massamizni solib aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Original retsept uchun Nodirangizni duo qilishni unutmang. Shu paytgacha yegan pizzalarim orasida eng mazalisi va eng barakalisi shu bo'ldi. 6 ta qiz yeb, yana ortib ham qoldi. Ideal xamir uchun iligan sutga shakar, droja, tuz, tuxum, eritilgan margarin solib aralashtirib, un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Unni grammigacha yozib qoldiraman. Yarim soatda oshib olgan xamirimizni pergament ustiga ko'rsatilgandek qilib kaftimiz yordamida yoyib chiqamiz. Bu ideal xamir shunaqa yengil bo'ladi. Chetiga aylana ko'rinishda sosiskalarni joylab, xuddi ko'rsatilgandek bukib olamiz. Bukilgan qismiga tuxum surib, pichoq yordamida is tushirib olamiz va tabga ko'ra kunjutlardan sepamiz. O'rta qismiga esa xolodilnikni ochasiz, bor mahsulotingizni solasiz. Men birinchi bo'lib ketchup surib, eriydigan sir sepdim va xohishga ko'ra kopchonli kolbasa hamda pomidorlardan joyladim. Duxovkaga 10 daqiqaga yuborib, yana olib, ustidan eriydigan sirdan sepdim. To'yimli mazali pitsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Eng mazali sabzili salat retseptini 16 yil oldin ustasidan o'rgangandim. Bugun sizga ham tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Sabzini to'g'rab, tuz solib aralashtirib olib qo'yamiz. Yarim soatda sabzidan sok ajralib chiqadi. Ungacha piyozni mayda to'g'rab, tovaga o'simlik yog'idan solamiz. Menda har doimgidek yarko o'simlik yog'lari. To'g'ralgan piyozni solib, o'rtacha olovda qovurishni boshlaymiz. Sabzini sokidan ajratib olamiz. Sokidan siqib olingan sabzi ustiga 1 qoshiq uksus quyamiz va chesnokni maydalab solamiz. Ziravorlarga ahamiyat bering. Shakar, koreyskiy tuz, paprika hamda kashnich urug'ini piyoz ustidan solib qovurishda davom etamiz. Issiqqina massamizni sabzi ustidan solib aralashtirib olamiz. Yanada mazali bo'lishi uchun kashnichni maydalab to'g'rab solib aralashtiramiz. Koreyskiy salat retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, qo'shnim Rozapamni hamda Nodirangizni duo qilishni unutmang. Duxovkada tayyorlanadigan San Sebastian cheesecake shunaqa oson tayyorlanishini bilarmidinglar? Bilmaganlar bilib olishi uchun retsept bilan bo'lishamiz. Idishga 35% qaymoq, tvorojniy sir, tuxum, kraxmal,
shakar, yarimta limon suvi hamda pichoqning uchida vanilin solamiz. Bitta holatga kelgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Xohlasanglar venchik bilan aralashtirsanglar ham bo'ladi. Qolipga ko'rsatilgandek qilib pergamen qog'ozidan qo'yib, massamizni quyamiz. 1-2 yerga urib pishirish uchun pechga yuboramiz. 220 gradusda 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Xonada biroz sovutib, keyin sovutgichga 2-3 soatga yuboramiz. Dasturxonga tortishdan oldin chizkekni bo'laklarga bo'lib, ustidan shokolad hamda o'simlik yog'ini aralashtirib quyib olamiz. Tanovul qilayotganda ko'zingizni yumib Galatasarayni his qiling. Ha, bu aniq o'sha ta'm. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Keldim. Uzoq tanaffusdan so'ng original medovik retsepti bilan keldim. Ishni krem qilishdan boshlaymiz. Shakarni eritib, qiyom qilib, qaynoqqina sutdan quyib aralashtiramiz. Tuxumni chaqib, kraxmal bilan aralashtirib, qaynoqqina massamizdan cho'michda solib aralashtirib olamiz. Tuxum pishib qolmasligi kerak. Keyin hamma massamizni bitta qilib solib, gaz ustida quyilgunicha aralashtirib turamiz. Olovni o'chirib, sariyog' solamiz va qaynab quyiltirilgan, ya'ni varyoniy moloko solib aralashtirib, kremimiz quyilib suvib olish uchun olib qo'yamiz. Xamir uchun asalni qaynatib, ichimlik sodasidan solib qizarguncha aralashtirib turamiz. Olovni o'chirib, sariyog' solib aralashtirib olib qo'yamiz. Alohida idishga tuxum chaqib, shakar, ichimlik sodasi solib, yaxshilab miksirlab olamiz. Miksirlab olgan massamizga asalli massamizdan oz-ozdan solib aralashtirib, un, razrixlitsil solib xamir qorib olamiz. Buni oldin ham ko'rsatganman. Xamir yopishmasligi uchun paketni yog'lab, keyin xamirni solamiz va 1 soatga sovutgichga yuboramiz. Sovib quyilgan xamirimizni 4 ga bo'lib, listimizga moslab yoyib olamiz. Vilka bilan chekib pishirishga yuboramiz. Sovigan xamirimizni kremlab olamiz. Ustiga ozroq kroshkalardan sepib bezab olamiz. Men bilgan medoviklar orasida eng mazalisi, retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Qiymani ikkala tarafiga ham orasi bo'ladigan hurliqo mazali bilinchik retsepti bilan bo'lishaman. Istilgan sutga tuxumni solib aralashtirib olamiz. Tuxumni pishirib qo'ymang. Tabga ko'ra tuz, ichimlik sodasi, un solib aralashtiramiz. Taom mazasiga o'simlik yog'i ta'sir qiladi, shu uchun Yarkoning oliy sifatli yog'laridan foydalandim. Yarko bilan yanada mazaliroq aralashtirib olamiz. Ikkita tovani qo'yib, birida bilinchik pishirsak, ikkinchisida qiymasini tayyorlab olamiz. Bilinchikni teshikchalari ko'p bo'lishini xohlasanglar, har doim qizigan tovaga qo'yinglar. Bejizga ikkala tarafi ham chiroyli chiqadi demadim. Chiroyligini qaranglar. Qizigan yog'ga piyoz, mol go'shti qiymasi, tuz solib, qovurib pishirib olamiz. Ichiga nachinkani solib o'rayotganda xohlagan tarafilarga o'rasanglar bo'ladi. Ikkala tarafda ham chiroyli chiqadi. Retsept so'ngida shuncha bilinchikni nima qildingiz degan savol tug'ilishi tabiiy. Sovuqda ko'chada ishlayotganlarga tarqatib yubordik. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ushbu retseptni storiesda bo'lishganimda ko'pchilik qizlarimiz postga qo'yishimni so'rashgandi. Mana postga joylab qo'ydim. Bu retseptda pirog birinchi martadayoq shunaqa baland vazdushniy chiqadi. Hozir nima ko'p, arzon olma ko'p. Shakar hamda xona xaridda turgan margarin yoki sariyog'ni yaxshilab mikser qilib olamiz. 4 ta tuxumni chaqib olamiz. 2 ta tuxumni solib miksirlab, keyin yana 2 tasini solib miksirlashda davom etamiz. Massa shu holatga kelgach, sut solamiz. Elakdan o'tkazilgan un, razrixlitsil xohishga ko'ra vanilin solib, lopata yordamida ko'tarib aralashtirib olamiz. Massa shunaqa quyuqqina bo'ladi. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishimizni yog'lab, xamirimizni yarmini solib, artilgan olmalarni joylab, ustidan qolgan xamir bilan tekislab olamiz. Bezaga uchun olmani postini artmasdan foydalandim, shunda chiroyli ko'rinadi. 180 gradusda 50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Hammada o'xshab chiqadigan balandgina pirog retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Gelatinsiz, hech qanday pechlarsiz, hozirgi kunda sovutgichni ham keragi yo'q, tashqariga qo'yib tayyorlasa bo'ladigan eng oson, eng mazali lotus cheesecake retsepti bilan bo'lishaman. Pechenyeni maydalab, erigan margarin yoki sariyog'ni aralashtirib, qolipga qo'yib, tekislab preslab olamiz. Tvorojniy sir hamda maxsus lotus pastasidan solamiz. Ikkala massamizni aralashtirib olib, boshqa idishga qaymoq, shakar upasini solib, quyilgunicha venchiklab olamiz. Ushbu holatga kelgandan keyin ikkala massamizni solib, yana aralashtiramiz. Qolipda preslab olgan pechenye ustiga massamizni solib, qoshiq yordamida tekislab chiqamiz. 1 soatga sovutgichga yoki sovuqroq joyga olib qo'yamiz. Ustidan qolgan lotus pastasini eritib qo'yib, 5 soatga sovutishga qo'yamiz. Qolipdan ko'chirish oson bo'lishi uchun matoni issiq suvga belab atrofiga qo'yib oldim. Chetini bir aylana tekislab, xohishga ko'ra bezatib oldim. Mayinligini qaranglar. Mazali cheesecake retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Aytgancha insonda professionallik oddiy havaskorlikdan boshlanadi.